Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa yoki hozir ishlayotgan bo'lib, kelajakda qancha pensiya chiqishi haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun juda muhim. Chunki pensiya miqdorini vaqtida tekshirmaslik ba'zan oyma-oy pul yo'qotishga olib keladi. Ish staji noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Oylik ma'lumotlari bazaga tushmagan bo'lishi mumkin. Nafaqa turi noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin yoki plastik kartaga kelgan summa bilan tayinlangan pensiya miqdori orasida farq bo'lishi mumkin. Men bugun sizga pensiya miqdorini onlayn qanday tekshirishni bosqichma-bosqich oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Ota-onamiz, buvi-bobolarimiz, nogironligi bo'lgan yaqinlarimiz, boquvchisini yo'qotgan oilalar va kelajakdagi pensiyasini oldindan nazorat qilmoqchi bo'lgan ishchilar uchun kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men faqat qayerga kirishni emas, balki qaysi xatolarga aldanmaslikni, qanday hujjatlarni tayyorlashni va ma'lumot noto'g'ri chiqsa nima qilishni ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki bunday amaliy videolarni ko'proq chiqarishim uchun sizning faolligingiz juda muhim. Avvallari pensiya miqdorini bilish uchun odamlar ko'pincha pensiya jamg'armasi bo'limiga borardi. Ertalabdan navbatga turish, pasport olib borish, ariza yozish, xodimning bo'shashini kutish, ayrim hollarda qayta kelish kerak bo'lardi. Agar pensionerning o'zi yura olmasa, farzandi yoki ishonchli vakili borardi, lekin u ham hujjat, ishonchnoma yoki qo'shimcha tasdiqlar bilan ovora bo'lardi. Eng qiyini shundaki, oddiy odam ko'pincha menga shuncha pensiya chiqibdi degan javobni eshitardi. Lekin aynan nima uchun shuncha chiqqanini, qaysi davrdagi ish staji inobatga olinganini, qaysi ustama qo'shilganini, qaysi chegirma qilinganini to'liq tushunmay qolardi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarda yuritiladi. Shaxsiy identifikatsiya raqami, ya'ni JSHIR orqali fuqaroga tegishli ma'lumotlar bog'lanadi. My.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, tegishli idoralarning elektron xizmatlari, bank ilovalari, SMS xabarnomalar va ayrim rasmiy botlar orqali odam o'z pensiyasi bo'yicha ancha tezroq ko'rishi mumkin. Bu juda qulay, lekin bitta muhim tomoni bor. Onlayn ma'lumotni to'g'ri o'qishni bilish kerak. Aks holda odam kartaga tushgan pulni pensiyaning to'liq miqdori deb o'ylashi yoki aksincha tayinlangan summa bilan amalda kelgan summa farqini tushunmay xavotirga tushishi mumkin. Men buni amaliyotda juda ko'p ko'rganman. Masalan, bir kishi menga pensiya kamayibdi deb o'ylaydi. Tekshirib ko'rsak, aslida pensiya kamaymagan. Faqat oldingi oyda bir martalik qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblash bo'lgan. Keyingi oy esa odatiy summa tushgan. Yana bir holatda esa odam bir necha oy davomida kamroq pul olib yurgan. Chunki hujjatlardagi ma'lumotlar to'liq kiritilmagan. Shuning uchun onlayn tekshirish faqat qiziqish uchun emas, pulingizni himoya qilish uchun ham kerak. Birinchi navbatda pensiya miqdorini onlayn tekshirish kerak bo'lganlar. Yoshga doir pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, ijtimoiy nafaqa oluvchilar, pensiyaga chiqishga yaqin qolgan ishchilar va pensiya hujjatlarini yaqinda topshirgan fuqarolar. Bundan tashqari, ota-onasining pensiyasini nazorat qilayotgan farzandlar ham bu jarayonni bilishi zarur. Chunki ko'p hollarda pensionerning o'zi smartfon yoki internetdan foydalana olmasligi mumkin. Pensiya miqdorini tekshirganda 3 ta narsani farqlash kerak. Birinchisi tayinlangan pensiya miqdori. Bu davlat tomonidan hisoblab berilgan asosiy summa. Ikkinchisi amalda to'lanadigan summa. Bunda qo'shimcha ustamalar, kompensatsiyalar, qayta hisoblashlar yoki ayrim ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Uchinchisi bank kartasiga tushgan summa. Bu ba'zan bir necha to'lovdan iborat bo'ladi yoki aksincha qarzdorlik ijro hujjati, aliment kredit bo'yicha avtomatik yechimlar bo'lsa, karta balansi boshqa ko'rinishi mumkin. Shuning uchun faqat karta balansiga qarab xulosa chiqarish to'g'ri emas. Oddiy misol keltiraman. Tasavvur qiling, Akmal aka 62 yoshda va yoshga doir pensiya oladi. Unga har oy 1 million 420 ming so'm pensiya tayinlangan. Lekin bir oy kartasiga 1 million 420 ming so'm tushdi. U pensiyam oshibdi deb o'yladi. Keyingi oy yana 1 million 120 ming so'm tushganda esa nega kamaydi deb xavotirlandi. Aslida o'sha 170 ming so'm oldingi davr uchun qayta hisoblangan qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Agar u onlayn xizmatdan ma'lumotnoma olib ko'rsa, tayinlangan asosiy summa. Qo'shimcha to'lov davri va to'langan oy alohida ko'rinishi mumkin. Yana bir misol.
Dilbar opa 58 yoshga to'lib pensiyaga chiqdi. U 30 yil ishlaganman deb hisoblaydi. Lekin onlayn ko'rganda yoki ma'lumotnomada ish staji 26 yil so'q deb chiqdi. Nega? Chunki ayrim yillardagi ish joylari bo'yicha arxiv ma'lumotlari bazaga to'liq tushmagan. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar tasdiqlanmagan yoki tashkilot tugatilgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda kompyuter shunday chiqardi deb qo'l siltab qo'yish kerak emas. Mehnat daftarchasi arxiv ma'lumotnomasi ish haqi to'g'risidagi hujjatlar bilan murojaat qilib qayta hisoblatish mumkin. 3-misol. Sardor ismli yigitning otasi vafot etgan. Oilada voyaga yetmagan farzandlar bor. Boquvchini yo'qotganlik pensiyasi tayinlangan. Onasi har oy ma'lum miqdorda pul oladi. Lekin farzandlardan biri 15 yoshga to'lganda yoki o'qish holati o'zgarganda to'lov shartlari ham o'zgarishi mumkin. Shuning uchun bunday oilalarda onlayn tekshiruv ayniqsa muhim. Kim uchun to'lov tayinlangan, qaysi muddatgacha, miqdor qanday hisoblangan, hujjat yangilash kerakmi? Shularni oldindan ko'rish foydali. Endi amaliy savol, onlayn tekshirish uchun nimalar kerak? Odatda sizga pasport yoki ID karta ma'lumotlari, JSHR, telefon raqam, OneID hisob qaydnomasi kerak bo'ladi. OneID bu davlat xizmatlariga kirishda foydalaniladigan yagona identifikatsiya tizimi. Agar siz MyGov uz portalidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, avvalo OneID orqali ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Ba'zi xizmatlar oddiy login va parol bilan ochiladi, ba'zilari esa shaxsni kuchliroq tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Elektron raqamli imzo, ya'ni ham ayrim xizmatlarda kerak bo'lishi ehtimoli bor. Ayniqsa ariza yuborish yoki rasmiy ma'lumotnoma olishda. Bu yerda men bitta muhim maslahat beraman. Agar siz ota-onangizning pensiyasini tekshirmoqchi bo'lsangiz, ularning shaxsiy ma'lumotlari bilan kirishda ehtiyot bo'ling. Telefon raqami kimning nomida, SMS kod qayerga keladi, OneID kimga tegishli. Bularning hammasi ahamiyatli. Begona odamga pasport rasmi, JSHR, SMS kod yoki karta ma'lumotlarini bermang. Pensiyangizni oshirib beraman, onlayn tekshirib beraman. Kod keldi, ayting degan gaplar ko'pincha firibgarlik belgisi bo'lishi mumkin. Eng asosiy yo'l bu My.uz portalidan foydalanish. Brauzer orqali My.uz saytiga kirasiz yoki mobil ilovasidan foydalanasiz. Keyin OneID orqali tizimga kirasiz. Qidiruv bo'limiga pensiya miqdori, pensiya haqida ma'lumot yoki shunga o'xshash so'zlarni yozasiz. Xizmat nomlari vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin, lekin mazmuni odatda pensiya tayinlanganligi, pensiya miqdori. Pensiya oluvchi haqida ma'lumot yoki pensiya hisob-kitobi bilan bog'liq bo'ladi. Kerakli xizmatni tanlaysiz, shaxsiy ma'lumotlarni tekshirasiz va so'rov yuborasiz. Tizim sizga elektron shaklda ma'lumot beradi yoki ma'lumotnomani yuklab olish imkonini beradi. Ikkinchi yo'l, pensiya jamg'armasining rasmiy elektron xizmatlari. Hozir davlat organlari xizmatlari bosqichma-bosqich yagona portallarga integratsiya qilinyapti. Lekin ayrim ma'lumotlar pensiya jamg'armasi yoki uning rasmiy kanallari orqali ham tekshirilishi mumkin. Bu yerda asosiy qoida. Faqat rasmiy manbadan foydalaning. Sayt manzilini to'g'ri yozing, ijtimoiy tarmoqlardagi noma'lum havolalarni bosmang. Rasmiy sayfalarda odatda davlat organining nomi, aloqa raqamlari, xizmat ko'rsatish bo'limlari va tekshirish imkoniyatlari aniq ko'rsatiladi. 3-yo'l, bank ilovalari orqali tushumlarni nazorat qilish. Bu pensiya miqdorini rasmiy hisoblash ma'nosida to'liq ko'rsatmasligi mumkin. Lekin amalda qachon va qancha pul tushganini ko'rish uchun juda qulay. Masalan, pensionerning kartasiga har oyning ma'lum sanasida 1.300.000 so'm tushayotgan bo'lsa, bank ilovasidagi kirimlar tarixidan oxirgi 6 oy yoki 12 oyni ko'rib chiqish mumkin. Agar bir oy pul kechiksa, kam tutsa yoki ikki qismga bo'linib tutsa, siz buni darhol sezasiz. Lekin yana qaytaraman. Bank ilovasi pensiyaning qanday hisoblangani emas, faqat kartaga tushgan pulni ko'rsatadi. 4-yo'l SMS xabarnoma. Ayrim pensionerlar smartfon ishlatmaydi, lekin oddiy telefonda SMS xabar oladi. Har kirim bo'yicha xabar kelsa, summani yozib borish mumkin. Men ko'pincha yoshi katta insonlarga oddiy daftar tutishni maslahat beraman. Oy nomi, tushgan sana, summa, izoh. Masalan, yanvar 22 sana 11.000 so'm, fevral 11 sana 1.000 so'm, mart 12 sana 1.600 so'm, izoh qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Keyin onlayn ma'lumot bilan solishtirilsa, juda aniq tasavvur paydo bo'ladi. Endi istisnolar va tuzoqlar haqida gaplashamiz. Birinchi tuzoq, kartaga tushgan pul kamaydi, demak pensiyam kamaydi degan xulosa. Har doim ham bunday emas. Karta orqali avtomatik yechimlar
bank xizmat haqlari, qarzdorlik bo'yicha ushlab qolishlar, boshqa kirim chiqimlar bo'lishi mumkin. Pensiya tayinlangan miqdorini bilish uchun rasmiy pensiya ma'lumotnomasini ko'rish kerak. Ikkinchi tuzoq, onlayn bazada staj ko'rinmadi, demak u hisobga olinmaydi deb o'ylash. Bu ham har doim to'g'ri emas. Eski yillardagi ish staji ba'zan qog'oz hujjatlar, arxivlar yoki mehnat daftarchasi orqali tasdiqlanadi. Agar siz 1990 yillar yoki 2000 yillarning boshlarida ishlagan bo'lsangiz, tashkilot nomi o'zgargan, tugatilgan yoki arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda arxiv ma'lumotnomasi juda muhim. Uchinchi tuzoq, pensiya turi bilan nafaqa turini aralashtirib yuborish. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi va ijtimoiy nafaqa bir xil narsa emas. Hisoblash tartibi, tayinlash shartlari, muddatlari va hujjatlari farq qiladi. Masalan, kimdadir yetarli ish staji bo'lmasa, unga pensiya emas, boshqa turdagi ijtimoiy to'lov tayinlanishi mumkin. Shuning uchun onlayn ma'lumotda aynan to'lov turi qanday yozilganiga e'tibor bering. 4-muhim nuansa. Pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Ishlayotgan pensioner bo'lsa, qonunchilikdagi o'zgarishlar bo'lsa, minimal miqdorlar oshirilsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, qaramog'idagi shaxslar holati o'zgarsa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, bir pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Uning keyingi davrdagi daromadlari va to'lovlari ma'lum tartibda qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Buni onlayn ma'lumotda darhol tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun shubha bo'lsa, rasmiy izoh so'rash kerak. 5-nuansa, ma'lumotlar yangilanishi vaqt oladi. Bugun hujjat topshirdingiz. Ertaga onlayn tizimda darhol hammasi o'zgaradi deb kutmang. Ba'zi ma'lumotlar idoralararo almashuv orqali keladi. Ba'zilari xodim tomonidan tekshiriladi, ba'zilari arxivdan tasdiqlanadi. Shuning uchun ariza holatini ham kuzatib borish kerak. Qabul qilindi, ko'rib chiqilmoqda, rad etildi. Qo'shimcha hujjat so'raldi yoki xizmat yakunlandi. Endi men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. O'zingiz yoki yaqin insoningizning ID kartasi yoki pasport ma'lumotlari, SSSR, telefon raqami, bank kartasi tushumlari tarixi, agar pensiya hisobiga shubha bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari. Arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar yoki boquvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma narsani suratga olib qo'yishdan oldin sifati aniq bo'lishiga e'tibor bering. Ism, familiya, sana, muhr, imzo o'qilishi kerak. Ikkinchi qadam, onlayn hisobingizni tekshiring. Agar login parolni bilmasangiz, tiklash imkoniyatidan foydalaning. Telefon raqamingiz faol bo'lsin, SMS keladigan bo'lsin. Agar ota-onangiz uchun qilayotgan bo'lsangiz, ularning roziligi bilan imkon qadar yo'lda turib bajaring. Hech qachon SMS kodini 3-shaxsga aytmang. 3-qadam, my.gov.uz portaliga kiring. Qidiruvga pensiya bilan bog'liq so'zni yozing. Pensiya miqdori yoki pensiya haqida ma'lumot beruvchi xizmatni tanlang. Tizim so'ragan ma'lumotlarni kiriting. Agar avtomatik ma'lumot chiqsa, uni diqqat bilan o'qing. Agar ma'lumotnoma yuklab olish mumkin bo'lsa, PDF shaklida saqlab qo'ying. Uni telefonda ham, imkon bo'lsa kompyuterda ham saqlang. Chunki keyinchalik solishtirish uchun kerak bo'ladi. 4-qadam. Ma'lumotni karta tushumlari bilan solishtiring. Masalan, rasmiy ma'lumotda pensiya 1 million tashib 1 million so'm deb ko'rsatilgan. Bankda ham har oy shuncha tushgan bo'lsa, hammasi joyida bo'lishi mumkin. Agar rasmiy ma'lumot 1 million tashib 1 million so'm, kartaga esa 1 300 ming so'm tushgan bo'lsa, farq sababini aniqlash kerak. Bu ishlab qolishmi, qarzdorlikmi, bankdagi yechimmi yoki boshqa holatmi? Albatta tekshiring. Agar rasmiy ma'lumot 1 million yoki 7 million so'm, kartaga 1 million 620 ming so'm tushgan bo'lsa, qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblash bo'lishi mumkin. Bunday farqlarni yozib boring. 5-qadam, agar xato topsangiz, rasmiy murojaat qiling. Menga kam tushyapti deb umumiy yozmang. Aniq yozing. Falon sanada olingan ma'lumotnomada pensiya miqdori falon so'm ko'rsatilgan. Bank kartasiga falon oyda falon so'm tushgan. Farq sababi bo'yicha izoh berishingizni so'rayman. Agar staj bo'yicha shubha bo'lsa, mehnat daftarchamda 1995 yildan 2001 yilgacha falon tashkilotda ishlaganim ko'rsatilgan, lekin pensiya hisobida ushbu davr inobatga olinmagan deb hisoblayman. Qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Murojaatga hujjat nusxalarini ilova qiling. 6-qadam, murojaat javobini kuting va nazorat qiling. Elektron murojaat yuborsangiz, uning raqamini saqlab qo'ying, qaysi sonda yubordingiz, qanday javob keldi.
qo'shimcha hujjat so'raldimi? Hammasini yozib boring. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qayta izoh so'rang. Agar haqiqatan ham xato bo'lgan bo'lsa, qayta hisoblash amalga oshirilishi va oldingi davr uchun qo'shimcha to'lov chiqishi mumkin. Lekin har bir holat qonunchilik va hujjatlar asosida ko'rib chiqiladi. 7-qadam, pensiyani muntazam tekshirib boring. Men buni kamida 3 holatda qilishni maslahat beraman. Pensiya birinchi tayinlanganda, har qanday oshirish yoki qayta hisoblashdan keyin hamda yilga kamida 1 marta. Agar pensiyaning holati o'zgarsa, masalan, nogironlik guruhi o'zgarsa, ishga kirsa yoki ishdan chiqsa, qaramog'idagi shaxslar bo'yicha o'zgarish bo'lsa, albatta tekshirish kerak. Yana bir amaliy maslahat, oilada bitta mas'ul odam belgilang. Masalan, farzandlardan biri ota-onaning pensiya tushumlarini oyma-oy nazorat qiladi. Lekin bu nazorat hurmat bilan bo'lishi kerak. Pensionerning shaxsiy ma'lumotlari va puli uning o'ziga tegishli. Maqsad pulni boshqarib olish emas, balki xatolarni oldini olish va huquqini himoya qilish. Ko'p so'raladigan savol, pensiya miqdorini onlayn tekshirish pullikmi? Davlat xizmatlarining ayrimlari bepul, ayrim hujjatlar yoki ma'lumotnomalarda to'lov bo'lishi mumkin. Xizmatni ochganingizda portal odatda to'lov bor yo'qligini ko'rsatadi. Shubhali saytlarga karta raqami, amal qilish muddati va SMS kod kiritmang. Davlat xizmatida to'lov bo'lsa ham, u rasmiy to'lov tizimi orqali amalga oshiriladi. Yana bir savol, internet bo'lmasa nima qilish kerak? Unda eng yaqin davlat xizmatlari markaziga yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish mumkin. Lekin oldindan pasport yoki ID karta JSHIR. Kerakli hujjatlar va savollaringiz ro'yxatini tayyorlab boring. Pensiyamni tekshirib bering deyishdan ko'ra, pensiya miqdorim, hisobga olingan ish stajim, oxirgi qayta hisoblash sanasi va to'langan summalar haqida ma'lumot kerak deb aniq aytsangiz, natija yaxshiroq bo'ladi. Demak, pensiya miqdorini onlayn tekshirish bugun juda zarur ko'nikma. Buning uchun MyBigGov, uz yoki boshqa rasmiy elektron xizmatlarga kirasiz, OnID orqali shaxsingizni tasdiqlaysiz, pensiya bo'yicha ma'lumotni olasiz, uni bank tushumlari va hujjatlaringiz bilan solishtirasiz. Agar farq yoki xato ko'rsangiz, aniq dalillar bilan rasmiy murojaat qilasiz. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun videoni ko'rib bo'lgach, o'zingizning yoki ota-onangizning pensiya ma'lumotlarini tekshirib ko'ring. Ayniqsa yaqinda pensiyaga chiqqan, ish staji ko'p bo'lgan, eski tashkilotlarda ishlagan yoki to'lov summasida farq sezgan insonlar buni kechiktirmasin. Chunki vaqtida tekshirilgan bitta ma'lumot kelajakda ancha pul va asabni tejashi mumkin. Agar sizda pensiya miqdorini tekshirishda qiyinchilik bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi bosqichda muammo chiqdi? Ma'lumot topildimi? Karta tushumi bilan rasmiy summa mos keldimi? Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda men pensiya stajini tekshirish, ish haqi ma'lumotlari hisobga olinmagan bo'lsa, nima qilish va pensiyani qayta hisoblatish tartibini ham alohida tushuntirib beraman.